100 ming dollarga kottej olaman degan akalar podключ variantda xohlasanglar korobka variantida topshiramiz. Toshkent postidan 500 metr ichkariga kirganingizda Gumaxonimning yonginasida 1.6 sotkada joylashgan 2 etajli 3 o'rinli kottejlarimizni batafsil video davomida ko'rib chiqamiz. Ko'cha oxiri zakrytый двор, avtoparkovочный joyidan ko'ryapsizlarmi? Umuman muammo bo'lmasa kerak, menimcha 2 etajli 3 o'rinli kottejlarimiz bor akalar. Umumiy hisobda 4 ta korobka holatda 70% tayyor holatda topshiriladi. Ko'ryapsizlarmi fasadini? Shunchaki yorib olishibdi. Xo'p, razmerlarini tushuntirib beradigan bo'lsam, podvali 208 bo'ldi, birinchi etaj 3.6, ikkinchi etaj balandligi 3.4 razmerda bo'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Bu yoq zakrytый двор bo'ldi, bu yoq asosiy kirish. Endi ichkaridan ko'rib chiqamiz. Asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, kirganingizda shunaqa uzun hol, xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Chap qo'lda bitta katta zal, mehmonxonamizni ko'rishimiz mumkin. Razmerlari yaxshi ishlangan. O'ng qo'lda birinchi bolalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi yoki kattalar uchun spalni. Bu yoqda bitta umumiy sanuzel, bu yoqdan ko'radigan bo'lsak, bitta kattalar yotoqxonasi joylashgan bo'ldi. Orqa hovliga qaragan oynalari bor. Bu yoqdan ko'radigan bo'lsak, kuxnaga juda ham zo'r yechim berib qo'yishibdi. O'rtoqlar ko'ryapsizlarmi? Bu yoqga zimniy kuxna qilsanglar, orqa hovlisiga bemalol letniy kuxnaga sharoitlarni kengina qilib qo'yishgan ekan. Bu yoqga tapchan qo'yib oilaviy dam olish uchun joy qo'ysanglar ham bo'ladi. Ikkinchi etajda ham planirovka xuddi shu holatda bo'ladi. Umumiy hisobda 7 xonali bo'ldi. Podvallari polностью binoyimizning tagi podval qilingan.